Bugun men birinchi marta onam bilan o'choqda taom tayyorladim. Lekin oldindan kelishib olinglar. Agar video yoqsa bitta like sizdan. Ishni o'choqqa o't yoqishdan boshladim. Qizigan qozonga yog' solib, yog' qizigach, tillarang qilib kartoshkalarni avval qovurib olamiz. Pishgan kartoshkalarni alohida idishga olib qo'yib, qiyma tayyorlashni boshlaymiz. Yog'siz qiymaga mayda to'g'ralgan piyoz, guruch, tuxum va ziravorlarni solib yaxshilab aralashtiramiz. Xohishga ko'ra shakl berib chiqamiz. Kartoshkani qovurgan yog'imizda teftillarimizni ham bitta qizartirib qovurib olamiz. Teftillarni ham alohida idishga olib qo'yamiz. Kartoshka va teftil qovurilguncha svetofor bolgarskiy pomidor va piyozni katta-katta qilib to'g'rab oldim. Qizigan yog'ga to'g'ralgan mahsulotlarni solib, qizartirib qovurib olamiz. Avvaldan pishirilgan kartoshka va teftillarni ustiga solamiz. Sousini tayyorlab olamiz. Muzli suvga tomatli pasta, tuz solib aralashtiramiz. Taomga qo'shib 30 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Bu taomni albatta tayyorlab ko'ring. Choyxona taomlarini yo'lda qoldiradi. Nonni bo'laklarga bo'lamiz va oralariga pishloqlarni qo'yib chiqamiz. Nonlarni taom pishishiga 5 daqiqa qolganda terib chiqamiz va yana 5 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Taom tayyor. Agar video yoqqan bo'lsa, yaqinlaringiz bilan bo'lishib qo'ying. Ishtahangiz ochilsa, biznikiga mehmonga keling.